Qisqasi Markaziy Osiyo mamlakatlariga United States, ya'ni Birlashgan Istonlar yoki Istoniston deb nom qo'yish taklif etilibdi. YouTube'dagi TLDR tahliliy kanali Markaziy Osiyo mamlakatlarining integratsiyasi, birlashishi haqidagi aktual videoni tayyorlabdi. Unda Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston kabi mamlakatlar atrofida yopiq iqtisodiy va siyosiy hamkorlik tuzilmasi shakllantirishi taklif etilgan. Yevropa Ittifoqiga o'xshash tashkilot tuzish haqida ham gap boradi. Tomoshabinlar esa video ostida hazilomuz tarzda yuqorida sanalgan nomlarni ham taklif sifatida kiritishgan. Mualliflar tomonidan global geopolitik yo'nalishlar o'zgarayotgan bir paytda Markaziy Osiyo mamlakatlari o'zaro bog'liqligini kuchaytirsa, tashqi ta'sirlarga nisbatan mustaqil pozitsiyasini egallashi mumkinligi qayd etilgan. Shuningdek, iqtisodiy jihatdan bu g'oyada savdo, investitsiyalar, transport logistikasi va raqamli infratuzilmani birlashtirish taklifi ham bor. Bu esa mintaqaviy integratsiyani oshirishni maqsad qiladi. Videoda bu kabi integratsiya uchun katta siyosiy iroda va ishonchlilik kerakligi ham qayd etilgan. Shuningdek, tashqi kuchlarning ta'siri haqida ham so'z boradi. Video ingliz tilida. Agarda uni tomosha qilib, ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Telegramdagi Qisqasi TV kanalimizga joylab qo'ydik. Link orqali o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin.